Assalomu alaykum. Dunyoning eng mashhur va sevimli qorilardan biri Mishari Rashid al-Afasiyni hammamiz taniymiz. Uning go'zal ovozi ko'plab xonadonlarga kirib borgan. Biroq, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda unga nisbatan katta norozilik to'lqini, hatto boykot kampaniyalari avj olmoqda. Xo'sh, nega musulmonlar bu sevimli qorini yomon ko'rib qolishdi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Norozilikning bir nechta jiddiy sabablari bor. Birinchi sabab siyosiy bayonotlar. Yaqinda Mishari Rashid o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida AQShning Eronga nisbatan keskin siyosatini qo'llab-quvvatladi. Uning Eron uchun do'zax eshiklarini ochiladi mazmunidagi gaplar ko'pchilikni g'azablantirdi. Odamlarni uni musulmonlarni bir-biriga qarshi qaramoqda deb ayblashdi. Ikkinchi sabab Quron.com mojarosi. Bu voqealardan so'ng dunyoning eng yirik islomiy portali Quron.com sayti uning asosiy register, ya'ni qorisini ro'yxatdan olib tashladi. Bu juda katta signal edi. Uchinchi sabab Isroil bilan munosabatlar. Al-Afasi Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish, kelishish masalasida ham bir necha bor bahsli chiqishlar qildi. Falastin dardida kuchayotgan millionlab musulmonlar uchun bu qadam xiyonat sifatida ko'rindi. Hukumatlarni ko'rma-ko'rona maqtash, shuningdek, u Misr va Saudiya Arabistoni rahbarlarining katta bahsli qarorlarini ham ochiqchasiga yoqlab chiqishi bilan ko'pchilikni hayron qoldirdi. Uni mustaqil olim emas, balki hukumatlarning siyosiy quroli sifatida ko'ra boshlashdi. Albatta, uning Qur'on tilovatidagi mahoratiga hech kim shubha bilan qaramaydi. Ammo bugungi kunda odamlar mashhur shaxslardan nafaqat chiroyli ovoz, balki adolatli va xolis pozitsiyalarni ham kutishmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Qur'onni qorisi siyosatga aralashish to'g'rimi yoki faqat ibodat bilan band bo'lish kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.